Bu Habibning UFC'dagi birinchi, umuman olganda yagona mag'lubiyati. Buni Habibni o'zi ham biladi, muxlislar ham yaxshi bilishadi. Siz obuna bo'lib qo'yavering, men sizga hozir batafsil qadam-ba-qadam tushuntiraman. Hamma narsa mana bunday boshlandi. Habibning takedownlari foyda bermadi. U 13 marta raqibini kurashga olishga harakat qildi, lekin uni kurashga yotqiza olmadi. Sincha Tibo uning raqibi Habibni 2 marta yiqitishga muvaffaq bo'ldi. Tushunyapsizmi? Habibning asosiy quroli kurash, lekin u bu kecha kurashda umuman raqibiga uning metin himoyasiga ta'sir o'tkaza olmayotgan. Habib tinimsiz, natijasiz oldinga intilardi. Xo'sh, u 15 daqiqa mobaynida raqibi Tiboga nima qila oldi? Faqatgina Tiboning yuzi ozgina tirnaldi xolos. Keling, endi faktlarga qaraymiz. 3 raund mobaynida Tibo har raundda Habibni yengdi. Ko'proq zarbalar, ko'proq harakatlar, ko'proq bosim, ko'proq aniqlik hammasi Tibo tarafda edi. Habib faqat oldinga intilardi, xato qilardi. Har zarba berganda javob zarbalarini yo'llab turdi Tibo Habibga. Yosh istiqbolli jangchini veteran qariya jangchi o'z joyiga qo'yib qo'yotgandi. Tajriba o'z so'zini aytayotgandi. 5 ta hakamdan 4 tasi Tiboni g'alabasini belgilagan. Faqat bittagina hakam, u ham kichkinagina farq bilan Habibni g'alabasini qayd etgandi o'sha jangda. Ammo keyin jang tugadi, so'nggi bong chalindi. Ko'z ochib yumguncha barcha hakamlar bir ovozdan Habib Nurmagomedovning g'alabasini ko'rsatishdi. MMA muxlislari haligacha bu qanday bo'lganligini tushunishmaydi.